Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga Peter Poshkal qo'y go'shti qo'rimizning tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Oldi bilan tunishtirdig'im qo'yning loq go'shtini 400 gram, ko'k va qizilmish bir qo'zakdan, bir bosh piyoz, tuz, oqmosh, zira, yo'l kraxmal, sumay, suv va oqshorpa qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz oldi bilan bu xamirni yug'urib tayyorlab olaylik. Xamirni yug'urib bo'ldik. Orqadan bu go'shtni ushoq don chiqib to'g'rab tayyorlab olaylik. Go'shtni to'g'rab bo'ldik. Orqadan ko'k va qizilmishlarni tumurni olib o'tib, ushoq don chiqib to'g'raymiz. Siz mushni ichki qismini to'g'risangiz, yaxshi to'g'riladi. Ya'ni bosh piyozni ushoq don chiqib to'g'rab olamiz. Biz endi yug'urib tayyorlangan xamirni piltiq uzib olaylik. Piltiqlab, yurib cho'ngliqda uzib olamiz. Xamirni mana shunday tavlab olamiz. Endi xamirni yechib olaylik. Jildni yechib oldik. Qo'rim qaynabdi. O'tni besayotgandan keyin jimbilni maylab olamiz. Endi jimbillik solib olaylik. Jiletni maylab olaylik. Maylab olishning maqsad jilet bir-biriga chaplashib ketmasligi uchun. Üstüne yana bir maylaymiz. Maylab bo'lgandan keyin ustiga yana bir qat solamiz. Orqadan ustini yana bir maylab olamiz. Endi tuvoqni yap olaylik. Tuvoqni yapdik. Jiletni taxminan 8 minut atrofida qaynatamiz. Biz oldida o'choq o't yoqib, qozon qizg'andan keyin yarim chumush may qo'yib olamiz. May tushdi. May tushgandan keyin biz bu go'shtni solamiz. Ondan tuzdan bir balqush solamiz. Orqadan piyoz solamiz. Piyoz solib, biroz qo'rib, nizlik piroq chiqqandan keyin qoldirmaqlarni solamiz. Oqmosh, yarim balqush yo'q. Zira. Ziradan 2 balqush solamiz. Biroz qo'rgandan keyin ko'k va qizilmishlarni solib olamiz. Orqadan ozroq oqshorpa va yoki suv bo'lsa bo'ldi, biroz qo'yamiz. Ya'ni yo'l kraxmaldan ozroq solib olamiz.
Bu qorma tayyor bo'ldi. Bu vaqtni to'shdi. Jildmi tayyor bo'lib qopti. Bir taldan olamiz. Elib, biz bu jildni 3 burchak qatlab taxsining atrofiga tizib olamiz. Xamirni tizib oldik. Tayyorlangan bu qo'rimni taxsining o'ttirga usimiz. Usib oldik. Bu qo'rimning ta'mi asosiy zira, kebab ta'mida chiqdi. Bu qo'rma rangi o'zgarib, qizil, yeshil, oq, 4 xil rangda chiqdi. Bu qo'rimni yeyish usuli. Bitir poshkalning o'ttirisiga qo'shiq bilan qiymini elib shunda qatlab iste'mol qilamiz.